Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsizlar. Hozirgi videoda birgalikda tortlar uchun 3 xil krem tayyorlaymiz. Birinchi kremimiz uchun bizga kerak bo'ladi xona haroratidagi 120 gramm slivochniy maslo, 150 gramm saxarniy pudra, 3 gramm vanilin, 25 gramm sut kerak bo'ladi. Mana slivochniy maslamizni mikser yordamida yaxshilab uramiz. Slivochniy masloning hidi ko'tarilib, slivochniy maslamiz oppoq holatiga kelgunigacha. Slivochniy masloni qancha o'zini yaxshilab mikser yordamida ursanglar, hidlari ko'tarilib, tortdan slivochniy masloni ta'mi kelmaydi. Shuning uchun yaxshilab urganinglar yaxshiroq. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, oppoq holatiga keldi. Endi shakar kukunini oz-ozdan qo'shib, mikser yordamida yaxshilab uramiz. Mikserim yana buzilib qolganligi sababli blender yordamidan foydalanyapman. Shakar kukunini birdaniga qo'shib yormaysizlar, bo'lmasam slivochniy maslamiz bo'rdek bo'lib qoladi. Uni ketidan razrixnitel solamiz va yana ozgina aralashtirib olamiz. Endi sutni oz-ozdan quyib, slivochniy maslaga yedirib olishimiz kerak bo'ladi. Shu holatda birinchi kremimizni ham tayyorlab olamiz. Bu kremni ko'proq tortning ustiga bezatgani, gullar chiqargani juda ham yaxshi krem. Mana birinchi kremimiz ham tayyor bo'ldi. Endi ikkinchi krem uchun bizga kerak bo'ladi tvorojniy sir va sgushonka kerak bo'ladi. Tvorojniy sirni shunaqasini ishlatdim. Boshqachalari ham bo'ladi. O'zingizlar xohlagandan foydalanishingiz mumkin. Buni miqdorini o'lchamadim. O'zingizlar xohlagancha qancha ko'p krem kerak bo'lsa, shuncha ko'proq qo'sha olasizlar. Tvorojniy sirni yaxshilab mikser yordamida uramiz. Mikser yordamida urganinglar yaxshiroq. Va sgushonkamizni ozginadan solib, smetanadan qo'yroq holatga kelgunicha uramiz. Sgushonkani ham o'zini mazasiga qarab, qancha shirin bo'lishini xohlasanglar, shuncha qo'shasizlar. Ozginadan qo'shib aralashtirib olasizlar. Ikkinchi kremimiz ham tayyor bo'ldi. Xohlagan tortinglarga ishlatishingiz mumkin. Endi uchinchi krem uchun bizga kerak bo'ladi slivka 33% va saxarniy pudra, shakar kukuni. Slivkani quyishdan oldin yaxshilab aralashtirib olamiz, chayqab olamiz. O'zini nimasiga ham, qog'oziga ham yozib qo'yadi. Slivkamiz albatta xolodilnikdan chiqqan, sovuq bo'lishi kerak. Slivkani ham miqdorini o'lchamadim. Qancha krem kerak bo'lsa, shuncha chamalab qo'yaverasizlar. Mana yaxshilab smetana holatiga kelgunicha mikser yordamida uramiz. Mikser yordamida foydalansanglar, tezroq bitadi ishinglar. Blenderda foydalanganim uchun ozgina vaqtim ko'proq ketdi. Smetana holatiga kelguncha urdik, mana smetanaga o'xshab qo'yolashdi. Endi saxarniy pudrani oz-ozdan solib aralashtiraveramiz. Saxarniy pudrani ham miqdorini o'lchamadim. Mazasiga qarab solaverasizlar. Mana ko'rib turganinglardek, uchala krem ham juda ham oddiy va oson tayyorlanadi. Mazasi ham juda ham mazali chiqadi. Albatta sizlar ham tayyorlab ko'rishingizni tavsiya etaman. Mana biz bitta tortga shu uchala kremni ham ishlatdik. Mazasi ham bir-biriga aralashib ketgan bo'lsa ham mazasi o'zining mazasini yo'qotmadi. Juda ham mazali chiqdi. Bu videomiz ham sizlarga foydali bo'ldi degan umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, Allohga omonat bo'linglar.